Barchaga assalomu alaykum va xayrli kech. Mana ko'rib turganlaringdek haligacha nima ulgurganimiz yo'q. Xudo xolasa bugun Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha Umra ziyoratchilarimizni kuzatib keldik. Kimdir ota-onasi yoki qarindoshi yoki bir yaqini ketgan bo'lsa ko'nglarini to'q qilishlari mumkin. Xudo xolasa ertaga inshaalloh malakali ellikboshlarimiz tarafdan ularda qanday ibodat, qanday ziyoratda yurganlari barchalarini video qilishib bizga Telegram orqali tashashadi. Biz kanalimizga joylab boramiz. Xudo xolasa bizni kuzatishda davom etinglar. Obuna bo'linglar, like bosib ketinglar. Keyinroq tarqalishi uchun. Xudo xolasa yana qabullar davom etyapti. Ro'za oylariga ham qabullarimiz boshlangan xudo xolasa. Agar kimga qandaydir ma'lumot kerak bo'lsa, o'zini qiziqtirgan savollari bo'lsa, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar. Xohlovchilar ofisimizga kelib, ofisda barcha ma'lumotlar olishlari mumkin. Xudo xolasa hammalarini kutib qolamiz. Allohim barchamizga nasib qilsin. Ota-onalarimiz og'rishdi, o'sha yerda duolarini olishdi. Xudo xolasa biz sizlar uchun hamisha xizmatdamiz. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar.